Shifo, cho'chqani yog'i, salasi. Savolimga javob bering. Sizni mana qaynonangiz keldida aytibdi, mana shifo, cho'chqani yog'i, salasi. Yana bir marta aytaman, Alloh tomonidan zapret qilingan bu narsa. Ya'ni harom deyilgan. O'shani olib kelib tursa, siz shu qaynonani roziligi uchun mana shu kasal bolangizga shu sallarni yedirishga rozimisiz? Nima deb javob bergan bo'lardi shu paytda? Endi yo'q deyolyapman. Mayli shu mumkin emas aslida. Yo'q deyolyapsizmi? Desa bo'larkanmi? Yo'q. Yo'q desa bo'larkanmi? Bo'larkan-ku. Ko'ryapsizmi, o'sha situatsiya og'irroq savol bersa? Masalan, o'zimdan aytyapmanki, bu ish bilan shuncha qiynalib, xo'p deb kelganman shu paytgacha. Endi yo'q deyman deb qanaydir ishimni aniqlaman. Yo'q. Yo'q deyapman. Shuni hamma qo'lyapti-da. Mayli, chunki nolik aytaman-ku, maskana bir marta hech qachon jumlani beryapti aytganingizda o'shani. Insonlarni hech qachon rozi qila olmaymiz. Lekin ularni roziligini olaman deb Allohning zapret qilgan ishlariga xo'p deyish, bo'yin egish to'g'rimi? Balki nima uchun siz o'ylab ko'rmadingiz? Balki shuning uchun Alloh meni bolamga shifo bermayotgandir. Ya'ni Alloh shirk deb bergan narsalarga men bosh egayotganim uchun balki bermayotgandir degan savol o'zingizga berib ko'rdingizmi? Yo'q. Aytaman-ku, xulqdachi ichkari borib unaqa bo'ladi. Nima deydi? Ikkita qo'rg'osni jangiga o'xshaydi ichingiz emas, aqlingiz bilan qalbingiz jang qilyapti. Tushunasizmi? Aqlan siz menga chiroyli gaplarni gapirib berasiz. Aqlan voy prям ideal yashayvering. Lekin ong bo'yicha, so'z bo'yicha siz giroysiz, hamma narsa qila olaman deyapsiz. Xo'p, qila olasiz lekin. Erimga aytib tushuntira olaman shu narsani. Lekin ular yo'q deydi. Ana ikkita qolaveradi-da.